Uchastkamizga shu holatga kelguncha qanaqa rasxodlar ketdi, sizlar bilan hisoblab ko'ramiz. Qani ketdik. Nazarbekda Fayzli mahalladagi yer sotiqlari 18 mingdan 20 minggacha bo'ladi. Birinchi qilinadigan ish fundament uchun kotlovan qaziladi. Kotlovan qazish uchun mustirlardan tozalash kerak. Shunaqa ekskavator gaplashdik. Soatda 400 mingdan ekan, kamida 4 soatga kelar ekan. Mustirlarni tashish uchun keladigan KAMAZ xotkasi 300 mingdan ekan. Bizda 50 xotkadan oshdi, uni 20 tadan oshig'i mustir chiqdi. Endi fundament uchun sement bilan gaplashdik. Hozirda sementlarning tonnasi 600 mingdan boshlanar ekan, qumlarning bir mashinasi 300 mingdan 500 minggacha ekan. Biz bir yilda fundament bilan ikkita podval qazdirdik. Podvalga ustiga plitalar zakaz berdik, lekin ikkita podval o'rniga 3 ta qursangiz undan arzonroq tushar ekan. Buni quruvchilarimiz yaxshi bilsa kerak. Qolganlarini keyingi videolarimda joylab boraman. Obuna bo'lib, like bosib keting. Savollaringiz bo'lsa kommentariy